Men o'zini yuzini aknedan bir necha yil davolagan odamman va siz bugun bu suhbatga tayyorsiz. Shuning uchun ekranga yaqin o'tiring, mana sizga arzirli maslahatim. Birinchidan, doimiy uyda qilingan to'g'ri parvarish oyda bir marta yoki ikki marta qimmatga kosmetologga borishdan ko'ra ancha samaraliroq va eng muhimi xavfsiz. Ikkinchidan, siz yeyotgan ovqatingiz yuzingizga bor yo'g'i 20% ta'sir qiladi. Shuning uchun o'zingizni neto narsa yeb qo'yganingizda hadeb qo'yishni bas qiling. Lekin bu har doim fast food yoki bo'lmasam ximikatlari ko'p qo'shilgan narsani iste'mol qilish to'g'ri degani emas. Uchinchisi, yuzni chistka qilish muammoingizni yechmaydi, naborot ko'paytiradi. To'rtinchisi va eng mashhuri, dekorativniy kosmetika yuzga narsa toshirmaydi, lekin uni yaxshilab yuvib tashlash shart. Agar siz makiyajingizni bitta qoldirmasdan yuvib tashlamoqchi bo'lsangiz yoki yuzingizni chuqur tozalamoqchi bo'lsangiz, eng kuchli brendlardan bittasi bo'lgan Selimax'ni enzim pudrali penasini taklif qilaman. Pena juda ham yumshoq, suvda yaxshi ko'piradi, allergiya chaqirmaydi va yoqimli hid taratadi. Men o'zim penani ishlatganda albatta 1 daqiqa davomida ham yuzim ham bo'ynalarimni ham ishqalab masaj qilib turaman. Keyin esa yuvib tashlayman. Selimax'ni enzim pudrali penalarini bir Mentor Cosmetics'dan topishingiz mumkin. 100% original va O'zbekiston bo'ylab hamma joyga dastavkani tez yetkazib beramiz. Har doim go'zal bo'lib bering.